Ey, azizani Qashqa. Biz keldik. Qo'shilib ketgandan hamda Sen faqat qo'shilmay qolsansan. men nima qo'shilmay hech qanday ishim aqmay, ya bir hafta qazanmay kelib ishak pulni qajab keldik. Shundan qo'shilamdan. Sog' salomat kelganimizning o'zim bir natija. Sog' salomat deb biz bir dadi minib kelmadik baga poyezd kelgandik. Adil o'shirda kelib ketgandan. Ay sana bo'lsa, ay kinolardan qo'ylab ketsa, to'nilib ketsang, mana bu qo'ygandan chiqib qo'yish bir bo'yningga chambarakni ismi gul tanglab, bitta osmonga ko'tarib olsa bo'lib ketishdaman. Ya bu yutuq kelgandan qo'shilmam-da. Qo'shilsa sen, qo'shilsa. Qo'shilimman. Mana Abdurahmon. So'q ketdi. Naim keldi. Alfabet sıkıntı Ha, ajoyib shirin. Muzag'ash kelsam bo'lmam-da. Akasiyam to'qimizni ish bitib deydigansizlar, shuni o'zim bilib ma'lum qo'yib oldim. Ya, bizim ish to'q bo'libdi. O'zim so'g'oq ishinglar kuchinglar. Ishlar. Vah, vah, vah. Ajoyib shirin. Nandoq? Ketimiz ham uyga. Qala qildi. Ketimda, hotel yotimda. Ketli, kelib qolgan ekan. Kendimizga yana Urumchi ketamdik ya. Qashqa kelgan o'rtada xo'sh emas ya. Nima xo'sh olmayapti shu quruq yenib kelgan tursa? Quruq yemekka tursa, Ha? aylanlar Urumchiga borgan 1000 odam ko'rshamayga odam bilan ko'rishib, do'stlar o'tirib tomoq yeb, mehmondorlik qilib, o'ynab yurib keldik. Ya birata olsin be kinoga chiqolmay yenib kelsam, Biz kino shahriga bormadik, To'xtaxon, Urumchiga bordik. Bollivudga borgan bo'lsak, chiqib qolishingiz mumkin-da. ham zanqat bilan san qoldan Abdurahmonga Qashqarga kelib oliblar. Ya sanglaqqanmidim, men samimiy gap qilyapman. Ham sizning orzuyingning barligi rost ham to'g'ri. Bu orzu degani mayonda qilib qo'yib, bujag'icha amalga oshib ketsa, orzu bo'lmaydi u. Yana bir joyda yo'l chiqib qolar. Bir shahar kelgandan keyin o'zimizning yutug'ida bir qapqonni ichib chiroylik minglar yo'lga chiqib. Ey Abdurahmonjon, ey, chiqma. Chiqma, chiqib turdingmi? Men chizlikmi desam bo'ldi deb qo'rqatmay. Ha, ay Urumchida mushlar ko'rishib, bugun qopdim emasmi? Mayli kunlar bunda ko'rishmaysizlar. Ko'rishdi, onam bilan ashta ko'rishib ekanman. Xotin kishida ko'rishmay, o'g'ilda ko'rishadi. Ha, qanara? Hep to'labda biz bizdamda kelgilar ko'rishmabdi qaptiningizda. Ay, Abduram telefon qilsam, ammada telefonini deyman. Ish qildinglar? Shu ayfarnak qaylab, xonani basayla qilib, obdan cho'ng'alabdi, onun qaylab, mana ko'chatlik suv ichyapti ekanda. Ha, bo'libdi. Abdulam nimda bo'lmagan telefonda? Bizim bilan bugün necha qator telefon qilsam, ammada. Men urayman. Men xafa bo'lib qoldim oya. Men uray. Ha, siznikini oladi aqchan. Ya sizninkini oladi, bir ish qilyapti qaqshaydi. Ha, nima ish qilyapsiz deyman? Ha, To'xtaxondan parnikka kelinglar. Ha, ish kelinglar mishada. Ma'qul, suvda ikkita lag'ach kelinglar, suv hisob ketdik. Qo'pang deyman. So'qashtirmabsizlar. Qanday ko'rishashadi bu? Shu ko'rishashmish taq. Yana 2 kundan kelibsan qo. Nechun ekansan bo'ldi? Sataman, buni ham ishkina kelmay to'yatna kelamdimi? Men ishimdimi? Ha. Andalab qolsam, mayli endi menga aytganimga o'xshay debdim yana. Ma choy berganinki, ha. Ma og'zini skanerlasak 50 ming mukofot chiqishdan sirat 5 ni ilab va yoki mushning og'zidan 5 ni skanerlab shirkatlar aloqalasak shirkatning obraz vakili Abdulam va yoki Erkin Abdullah ustozniki rasmiy tushirilgan imzosi qo'yilgan Xeybo'dan birdan mukofot o'tdi. Shu gap shu. Men nimaga to'lding deyaptim bu yerga? Uni to'xtag'anda solmabsizlar. Gap qilinglar. Shu bir hafta bo'libdi ko'rishmagina, ko'rishil deb telefon olsa ammidan. Undan Abdurahmonjon telefon qilsam kelibdi-ken, shu keldim, shu boshqa gap yo'q. Ko'rishdik mana. Ya ammadim emas, do'kondan taqab qolgan xil bo'ldi emasmi? Shu do'kondan. Bek toptari to'lib ketgan shu do'konning ishlari bilan bo'lib qoldim shu. Unda gapni ochiqaman To'xtaxonma degan o'lmadida. Ha. Shu bankning ishiga bo'rin bo'ldigan qabili bordigan payt kelibdi endi. Hozirmi? Ha? Hozir bank ishdan tushdi, soat 6 bo'ldi hozir. Ha. Ayt boramdoq. E'tiborlar. Ya, e'tibor mayli. Men do'konimdan bir kunlik ish qilgan, shuni qilib olay. Bir kunlik, yarim kunlik deb yana aqmay qolarmi ishlar? Ya, aqida men ishimni qilib olganim yoz aqida. Xos kuni ama bekitib shu kuni uchimizdan borlar. Biz aytbamsiz o'ygunlik borlar. O'g'lik borimda. Ama o'g'illik berlamsan. Aydan qilamda. Ha, berib ma ishimni bir boshlar, kuz kelib qoldi, qishin chiqaganmaydi, qurilishning ishini. Ha, ma'qul. Unda ishda qillar.
İşte qilib dukan bana undalab qalsa. Bizden turunlu ya. Bakaç edem emas, ma dukanım ben minen. Vay yoğan nasır varsın lan bağızlar. Görüşmüşsen ma çidaşmaysızlar usta. Köresek işte petişmaymaz. Dükkanı bakya sen var. Manam da. Nega? Banka qa. Ben banka açmayman, çarşı açman. Hey, pulga. Bu taq bir pul qo'g'ida ish qilib ketmadi, ish kim bo'lmadi dukan ochgani. Aç şak çakımı deyme. Chaqchaqmidim. G'uljiga bordik, Urumchiga bordik. Usta, manam da qilgan qashqa kelib oliblam. Abdullah toqtaqını ışığı banka varmış değiştik o. Ha, ishiga. Yadim qolamadim, shu qilmayasın. Unutqa qo'lab qoldim. Ha, ashta bo'lib, Aram alay. ashta bo'lib qolsa sen qashqa kelib olding uyingga. 300 bin ko borun bolumuz duyduk o. Tuniga ad banka varmış değiştik qilamiz ma. Qaylanlarmış ishga avarimiz qo'lida. Bermaydi pul deymi? Beremdi, bermemdi, bunda berib baqsaq bilmemdi. Sen ashta qilib keynik tatib. Tamam, bek pul lazımmi? Ha, lazım. Tutura. Oha, Abdullah da yakıp koydu mu ya? Ay. Unchilar qilmaganda. Ama choy bergandan chiya. Mening og'zini skanerlasang 50 ming chiqadi. O'sha skanerlar mushdan pul qaydayasiz. Mukofot. Bir adam sana qatma alsalam, men chiqamda, boshqa adam chiqamda bilamsa buni. Bu chiqadi. Faqat bo'lmasa 5 mocham bosim chiqadi. Bingo ilib yeyasan. Çay bergedin, pişkokem 50 miko çıkır Allah'ın emmeden buludu. Bu 50 miko çıksın mı yetmeydi toktaqın mı? Va u yetmedi emas, aqmaga ish avar olmayne deymi? Bu qaylar sen bir kelgan yoz bir qitim kiypaqmagan bu kiyimdan. Shu ata bankaga borgan degan bir tuzi kerak. Kiyinib bormasam bermaydi pulni. Sen bu kiyim bilan emas, banka bu nurk chapan, nurk tumaq kiyib borsangmi bermaydi, to'xtaqo. Barnikingga qayt. Unda qilgan ma bu. Absalam to'g'ri xubsalik qilib, men ishni keynik so'ramay bilib borgan. Nima, xursandlik qilmadim. Çakama kopa. Ha biz ma işin değişiyotganı iş koy oldu. Aşağı barımız dep. Dükkan kelip olup lan. O ne bunu dep koyma koptayını takıya dükkandan. O'ylamama, necha yil aran chiqqan 20 necha ming pulni xajlab olgandikmish pulni olamiz deb. Ha kopağını kaç. Mellam xejdim emas bu pulni. Sam Ama taqa. ya. Sama bor shu xajga yada. Endi bir 45 ga soat qilibdan. Absalam kan tokçuma. Çomaqa tağam tutpan qilib keldim shu şirketda. Abla bu tağısın o şirketse. Sen tak kiyim almıştırma desen. Bu banka baramdı, barmamdı. Barmaylar bo'ldi. Ha? Vaqt chiqmaydi degani. Men mamamniki kirib chiqay degan tilpan qilib keldim. Vay çak qilma deyim, bugün tütüne ma ishna. Va to'xtaqim keyin uy kelib qolib qildi deymi? Qanday qilamiz o'z so'za bo'lsa keyniga. Hozir chiqida bizdan tuttirlar bo'libdi. Endi ham bizdam chiqmaydi degan bu ya. Chiqilgandan gapini qilmadi, chiray deb chirib chiqay deb shirkat shu. Va to'xtaqi uribdi. To'xtaqun. Abdurahmonjon. O. Tag'am to'labdigan, to'ycha qiz gaplarda chiganta mayliqi. Sening bu ag'inavati iliqi kuchaytiradigan bolalarni kuchaytiradigan sinfi bor. Meni yodlamaganmi? To'xtaqun balani kuchaytirgan sinfi bor emas. Maktab u. Tag'anliq ashla dedingmi? Aşağıya balsın bergan bo'lgan. Ha tilpining ovozini ichingni tag'an anglasin men bir tushuntirib qo'yay. Ma'qul. Açtım. Ha qaylanglar u maktab va to'liq o'tir maktabni bitirib, dasho maktabga imtihon berib o'tamagan bolalar bor. Ha. Shu bolaninki yana 1 yil o'qishni yana davomlashtirib imtihon berish fursati bor. Ha. Maxsus shu dasho maktab imtihon berib, nomer kamlab qolgan bolalarni yip holatda o'qitadigan maktab. Yip qalat o'qitdi ekan. Va yip holatda deganimiz Hadi maktabga yig'ilib 2 soat dars o'tab qo'yib, yarim kun bakaj yuradigan, unda ish yo'q. Maxsus shu dasho maktab imtihonisiga, imtihonni o'tash uchun kuchab dars o'qitadigan maktab. Atak bundayliqi ko'pini yib qo'ygan yerda o'qitadigan şey debdimi? Yo'q, yip holatda deganimiz muntazam holatda yaxshi bo'lgan o'qitish qo'shoni bilan maktabdagi bolani butun zehnini shu o'qishga markazlashtirib o'qitadigan maktab degan gap. Unda sen tilbi nomerini sen yodlagango? Ha? Deprema tag'am depir tutlama hozirdan chiqma. 135 99 97 77 55 11 xalli qo'l shu. Ha, bo'ldi. Ya izvoldim aka. Izbolda. Ha, bak. Men bankaga boramdoq, bormamdoq.
Barimiz mana hozir chiqmay ishimdan turib tura. Chiqmab shunda olib qolsam men ketmayman men. Yo'q, mana chiqmay mana. Ha, bo'langlamsa. Ma'qul. Ürümçide bir soğuğan emas, bana mektepne. Şunu dolga şey taqsa. Bo'lat biz zakovishda tutibdirlar chiqishi. Ha, ma'qul. Abdurahmon jamil bankni taqab olmaganda, ha? Jim gap qilma. Taqab bo'ldi deyim bu vaqt deyim o'g'lim ishdan tushib bo'ldi. Menga chirkitlar. Hey. Voy, Çaqmaqla. Elim o uyan tat, buyan tat 3:20 bo'ldi. Saat hozir basa ulgurimiz jurunla. Men qayqam shu kiyim almashtirim deb 2 soat avval qildi. Sen ata ayting kiyim almashtirib chiqib kelsan deb 300 ming olimi deb. Endi men almashtirib chiqsam 500 ming berib qolasiz deb almashtirib chiqdim. Hey, unda qilib qolsa o bek yaxshilab ketsa kinoni yomon ishlaydi to'q, ha? Bundan? Ha. Bu vaqt menda bir Afrikalarga berib bedaqa odam va tabiat ishlab keladi. Ha. Oy. Shir yo'l vasili qo'g'lab men toza. Toshqanni. Afrika toshqanni ish qildi. Ha. Sen avak berib biroz bak taqtiqi gapni qilib men ishni buzmijima. Soğuğan gap qilam javob beringlar. Soğumagan gapga javob bermanglar. Endi biz 8-10 kun bankirlam jumayni badikalni qilib, to'g'rimi ya? Yo'q, men shu bankir nim desa shuni bilan javob berma. Ha, tushunamam. Kimlik elib oldingmi ya? Kimlik? Qilib qolgan bo'lsa, Kimlik ketmaz o bankaga. Kimlik olmuş qanday olimiz o qazna? Bankada men tanimamda. Sen kim tanıydı vədə? Kimlikni tanıydı, kimlikni? Dadi ekan, madam tanigan ekan, bankadagilar tanimdi debdimi? Çaq qilmanglar, kimlikni oldingmi, yo'qmi? Kimlikni oldim. Voy, bu menlamsa. Abdurahmon jadayim ishimiz birga yiqib ketganda ko'rinyapti jima. Ya cho'ngroq xashi xaltada bizim ilamamaptimi? Pul soldiganga bankadan bergan pulni. Yana chiqimda olsin bakal qashtiray. Va ajoyib shu yerin. Masala ishimligini ishcha? Ha, yo'q, bu ishdan olsun kallam ishlabda. Voy, sen chapsan. Qasa işə? Ya ishcha sen mashdan amroq sana bak yaqindomish ishcha. Ha. Aldı qitimma shu shaychirimizda urumchi ketgan toq. Ha? Ma qitim endi ma qaz olmiz deb, shu Sariya bankasiga boramiz. Taksi keldi. Kamera o'tiranglar. Nega borsizlar? Ustam bizdan shu puljiq bankadan bizga gapirib qo'ysizlar. Puljiq banka? Ha. Ha. Menda yuribsan? Nima bo'ldi? Ve biz banka bulg'ilmangmidi, qaz og'ilmangda bunda aniq adresin demansa. Edi qadrsizna? Bankaga gapirib qo'ysizlar ustamamsa. Ha? Qaz bankaga shu aniq demansa. Ya ustam, mashin chek taqsa qabulma. To'xtaxon. Ha. Ma chaq qilmay biz taksiga chiqdik. Qaz bankaga boramiz. Atagan bankaga borsak bo'ladimi? Shir yo'g'on bankadan bizga. Aylanlar tuniga atiganlik buyurlar berib olmasa qolmaydi. Bankaga dastan Qaz banketi, Qa banka bilan deyishgan qaz olganni. Yo'q, u baldiroq borsak bankni taqib etmasin deb degan, men bira bank bilan deyishib qo'ymagan. Deyish boram tiqasizlar. Ve bir deyishib barmanda boshda uni, deyishib battiq shu. Taq deyishmagan. Bir deyish borgan yaman bir biraslar janza qilmamsan. Shunga mashinda ustam. Siz avar qilib qopilmaylar. Biz ma gapsa bu yer ekilib oldi. Nima bormamdoq? Shunga bak. Niye? Qalanlar siz saqmı ya? Nima bo'ldi? Bankadan qaz olamdiq, olmamdiq. Olamiz. Voy biz taqsini o banka bilan yo'l qilib deyishib, qazni berdigan bo'lib, shu Absalom bilan ishkelan qo'l qo'ysaqlam. Borim bo'lib, berdigan pul o'xshaydi deb tuqunasizlar, hech qanday bankada uchurmi yo'q. Ben nech pul berdi, menga qanday berdi, qanday rasmiyat ilib bormi degan gapmi yo'qmi ta? Yo'q, uni deyishmagan shu bankadan bizga basaqlan berdiganda debdimi? Voy sen bir basanglan berdigan dadangning bankasi emas, va menda gap so'z bilan berdi uni. Adashman dukunini ochay. Ma'qul. To'xta, Abdurahmonjon mashina arg'ina. İştikini qilmay turinglar. Ota aytdan chiqibdiq. Bu to'xtaxon bilmagan ekan. Ham shu hammani shu bizni bejirib qilib turdi deb o'ylagan o'xshaydi. Men yoqjonga telefon qilay. Ha, anaqa paliyatchan bola. Ha, Ashbal urpaqni ras shu ya aqtirdi. Ya bo'lmasa ashbal berib turib 300 ming koy. ha? 300 ming bilan yoqjondan so'ramdiq. 600 ming koy qilinibmi? Bermiz qolganda. Sen bersa. Men telefon urulay. Jima. Adash. Yaxshida salomat turinglar. Nadira qo'ldinglar? Ha, ma'qul adash, ma'qul. Men boray. Sizlarga deyishgan gap bo'lib qoldi. Ma'qul. Dukon bormi? Ha, men do'konda dedi. Ha, borlar. Qayla? Yaxshi bilan ko'rishganda kimlikni tanlab 300 ming berib turinglar dersa.
Bunda demasmi? Voy, bunda demeysizlar. Bunda demanglar demakchi. Ha, ma'qul. Tursunjon. Abdurahmonjon, Sizlar yaxshi salomat. Tursunjon, chiqliqmi? Chiqmas. Keling. Ha, kelinglar, avval jozibek kelinglar. Assalom sen kela. Ha, kela. Yo'q. Ha. O'tib qolsang bu yoq bugan. Ha, adash, men to'xtaxon bir bankdan qarz bermoqchi toq. Nima qildikmi qarshi bishirib bor? Ey, ayla parnaylikning beqindagi bo'sh yerga xotin silib qo'y qolmoqmi? Ha, shuni yaxshi qilib turgan bo'lgan. Nech pul oldi ekan? 300 ming. 300 ming ko'p. 300 ming? Ha. Bu 300 ming koni yaxshi bir tursin bo'ldi-ku, bunday banka berishmaylar. Men demedimmi berib turdi desam nimaysizlar? Hayır. Adash shu ko'taranglar, rosa o'xshaydi deb qoladi deydi. Yaxshidan to'lang, chaqchaq qilmay. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi demagan. Mana avvallar chiqliq turdimi? Osmondan tushgandeklar kelib qoldinglar. Ha, shu sizlarni pana tortib keldik. Aldiq etimoliqi taniq cho'lponlar bilan faoliyat o'tkazgan kurashlarga oldin qator o'taqizib qo'ygan. Ha, g'ina. Bak shqolashtirdik adam deyman baba. Urumchilik o'yin tomosha joyida tugda. Ha, tugda bala o'ynab oldik vadimi. Budaliq meniqi 300 ming qazildigan bir ishim bor men ham. Raqamladingmi? Ya. Yo shu Sen tekkini elib chiqiblar. To'xtag'in 300 ming koni shapada eliblar, birdan billar elchimim sen. ha, ashta deb keldik. He bu 30 koydan ya 300 koydan gibi qimmatroq 300 ming koyladida. Shu 300 ming koni ustida o'zing bizga keltirayotgan adam, shuni o'sini ish qilib qo'yar. Abdurahmonjon. Ma Jungo Yeziglik bankisidan Ko'nsha tarmoq bankisi Qanjansi bilan yaxshi o'tib. To'qchomoqni ilib chiqina. Topshirgan materiallarni topshirsa tartib bo'yicha ham qani inavlikda chiqib tushdi. Shundan qayda turib berdigan narsa chiqib qolganda. Baqilay. O'zing bijmalda o'ynab cho'ng'oqqa og'inlaring kasma bijpiyal chiying yo'q. Çay chiqma, çay chiqib kam. Tuzincha meniqi bir so'qoq ichimliklarni olib qazib bilan ichmayman shunami ya? Ha. Issiqda Sib ketoqdi talab ketoq. Moyim xaridorlik bir vatqan biznikda bo'libdi. Çaydan beşe chiqmab kam. So'qoq çaydan. qayslarda olgan gibini. Bizim san moyim emas bas. Yo'q, moyimni qan, moyim. Qishni kuni chamg'urondan 10 vash ba jumg'aqsdan chiqib vaqt deb qotmay nima kelsa bo'lmasa Bizimizga teknikan zamdan mal bo'lganimiz sazoyga chiqarmiz qala. Agar kam muzda so'qoq qismida. Hozircha muhim emas 300 ming ko'yin olgan muhim. Mana. ha, chay berk sen potay. Ha. Men naq gap kelni yaqchon. Sizningki ishni qo'llashtirganliklariga men bak ishinima. Men 300 ming ko'yin cho'qim bir apasilchima. Avval chiqib qolgan, men chiqib ben degan gap bo'lmaydi. Asli men Abdurahmonjon atoatni o'zi bilib ketdi. Uni bilib chiqayan Ko'nshaga. ha, Ha, ma gap. Böyle chiqila. Bizda chiqib, mushunga 300 ming ko'rib, bir eldan bir yana chisi bo'lar. ha. Ha. Sen menga bu gap qilmay turtirasan. 300 ming ko'yin berim var. Qo'saq qanday ko'ngil nima tatida? Qo'shaqanda. Ataytin kelib yemay maqsaq. Qo'saq bizning oshda u ham bu ham kari qilib. Men bizning ma bochka bagigim kelib ketdi. Saqliq boshqa o'tgan yeganda. Ha, ishkizaq. Ziqliq bochkidan 10 na. Charekdan jirektaklarman. Ha, bochkidan 5 na. Onda ichki ziqda yeymiz. Onda Ha, maqa. to'xtag'imi bildi chirib tabi. Onda Ha, ham. maqam. Ha. Saqliq boshqada onni qo'yib kam yamindan. Egida men ishimlikdan og'zim. Men skannerlab baqay 49999 qo'y. Menga chiqib qaz ajib emas. 49 ming tatat demay bir koy kam 50 ming qo'yam degina. Yana chiqqanda men ishni skanini nasib bo'lganini bilmagan ekan. O'tib ketibdi ekan. Hozir zada og'zidan hech kimga bermaydigan bo'lib ketibdi maylar. Mana yoshlarning orzusi, quvvati boshqa degan shu. Yana chiqadak bir yigina to'xtag'in sama birga. Asa yaxchiman bach kebab bilan sizlarni bir mehmon qilayman. Sog'lam. Asa? Ey, Ha. bu mehmon deganda balaga qilman, o'zining do'konida chiqqan kebab bilan mehmon qilamsa? Menda ko'nglim bildirib degan gap bor. Yigina to'xtag'in sama boshqani osmonga uchib ketpag'imdan ko'rgan adam tunji ishini qilsam. Yana chiqadak bir yigina mishdan. Ala. Ag'illar unda o'z bankiga berib kelamda. Ha, bar mangalamsan. Mana ishni ishib ketmasa yana bankdan taqaydinglar. Va bak ko'nayza qilib qoldi. Ha, ko'ningiz kam. Maqa xo'sh Tursunjon. Ha. Maqam sadash maqam. Ey, bankga keldik mana yaqjon. Yama ish qo'llashtirdigan bag'ina ekan Abdurahmonjon. Hanim bo'z ishim hali oldi jima mening. Yo'q, hali bo'lmadi. Avval men tartib bo'yicha bizning materialni topshirib baqalar nima deydi bankga. Bankga keldim degan gap pul elde oldi degan gap. Ana Jungo Yigilik bankisi, Ko'nsha Naylik Tarmoq bankisi. Machirlar? Aychimiz yaxshi. Avval men qarz pul bejirish bilan qiziqchirib, men materialni topshirib baqalar to'xtamoqdan. Avval nadan naqcha nech pul tushdi? Yillik obrotlari qancha pul o'tirapti? Obrat degan nima? Yilda nech pul topsa deydi. Yilda parnekdan 2-3 qata saytirsam
Bir 70-80 ming koy atrofida topaman. Sizlarniki bakmachilikdan kelammikan men buni? Ay, qo'y tug'sa keladi, uni dadam tug'dirdi. Ha, shu so'yib yeymiz uni. Sizlarga 70-80 ming koy yillik obrat to'lab qolsa, shu sizlarga 50 ming koy atrofida chiqadi ekan. 50 ming koy atrofida chiqadi ekan. Nima so'g'im tushmay bo'ldi. Yerimdan chiqib tugdi pulninki. Bo'lmasa men o'zim yetayveraman. Mana qotillar var ekan, to'xta. Da. Reşaygo! Noşeş gitar. Zayati durma. Voy! 50 ming koy deydi. Avval qaydam sizlar chiqib ko'rib qilib ket. 50 ming ko'rsam obdan gap qildik ha, deya hozir aytsa. Mana 50 ming koy yetemda yaxshisi bilsa 50 ming koy bilan qo'tan silib qo'ykal og'inlarida bu qizvalda pul azgana xanjang ag'inang to'langlar. Xanjang shundekan, mush kesibkan, musulmonimiz mas'ulkan. Xanjang ta'zimi yo'nchiqni deb bermaydi pulni. Mush tartib bo'yicha ham qoida qanday bo'lsa, shu bo'yicha qiladigan ish bu to'xtama. Xanjangni puljiq deyma bu qizval 50 ming koy va'da qilsa. Xanjanga adamga yana telefon qilmaymiz to'xta. Yilib chirkitamiz 300 ming koyni. Yaxshi chiqma qanday bo'ldi? Chiqma. Chiqlik masala metul. Ha, mana pul va'dam degan manda keldi 300 ming koy. Yig'inni dastur avar qilib yana o'zlarini kakil salmoq ha. Yo'q, xaridorlar uchun mulozimat qilish bizning eng so'nggi nishonimiz. Qanday yordaming kerak-ki? Men ham ag'inamga bir qarz beradigan ishda. O'zidan 300 ming koy Ha. qarzilish plani vakan to'q. Boyatma qarz pul berish kasblik mas'ul singlimiz bilan qurib tushuntirib o'zining amaliy ahvolini so'rab 50 ming koy tushdigan desa ag'inam tez o'zi qoida olmay. Shuni chiqaraq olsam bo'ldi, Xanjongning o'zi bilan ko'rishim deb turib oldi. Shu xijolatchilikda sizlarga telefon qilib xabar qilib qoldim. Voy, bu qizval pul azga 50 ming koydan balki 300 ming koy lozimda xanjang shu. Bizningki shu qarz pul bejirish tartibimiz bo'yicha aslida amaliy avvallarga asosan kelgan pul shu 50 ming koy keldi. Bizning bolalar shu sizning kirimlarini, mulk avvallarini anglagandan keyin bitgan so'mmi shu. 50 ming koyni aptronlar elib mushundan bir ish qilib turib mush pulni vaqtida qaytarsak, kelar qitim qarz olsak, undan jiqroq aql bo'ldi. Shundamki? Shu. Parniki terildigan iqtisodiy ziroatlarninki turini ko'paytirib, qitim sonini oshirib, kirimlarni oshirsa, bundan keyin balki 300 ming koy berish shartigimi chiqib kelishlari mumkin. Hammadan muhimi birinchi qitimlik qarzni vaqtida pakiz qaytarsak, ikkinchi qitim undan jiqroq berishi mumkin. To'g'ri. Voy, mumkin dema. Mana 300 ming koy yetmaydi. Yo'q, 50 ming koy yig'ilib qolsa, mashkayni 20 ming koy pulni qachon nima qilaman? Qayda qayda pulni? Shu sizlar qolsin qo'l qo'yib beram deb qayjigan pul bor. Biz qo'yib berin deb chiqdik-ku. Mayada maslahatda unda qilmanglar. Unda qilmanglar azroq 100 lozim. Varang-churan qilmay. Ash 50 ming koy kelar ekansan inovatlarga. Ashna alamda qo'pib ketamdiq mayada. 50 ming koy uchun men 20 ming koy qayjigan bo'lamdimi? Men xajlar dedim u pulni adash. Men 50 ming koyni alamdiq ammandiq. Qam sizlar nima deb 23 ming koy xajlar bo'lish kelinga? Men shu 300 ming koyni elib qotlan solman deb tayyorlik qilib, unda mabillik shuma bo'rin bo'lib turanglar deb bunda bir bo'rin bo'lib beramdiki deb shu kanal qilib xajlab o'ynagan pul shu pulni xajlab shu. Hozir bizning yezigilik bankimiz qarz pul bejirib qolsa, inovatli qarz pul bejiryapmiz. Inovatli qarz pul. Uchinchi bir tarafni kepil qildirmaymiz. Hech qanday rasmiyatda qolmaymiz. Sizlar bo'lg'ab yo'd pul xajlayotiblar. Bizning hozir bejiryotgan qarz pullarimizdan teriqchilik, bog'bonchilik, sayteriqchiligi qatorliq nurg'un turlari bor. Biz mush qarz puldan bejiga vaqtida bir pul rasmiyatda qolmaymiz. Faqat siz o'simdan to'layli bankga. Kepilni talab qilmaymiz, hech qanday rasmiyatda qolmaymiz. Uchinchi taraf vakolatchilik shirkatlarini ham hargiz aralashtirmaymiz. Abla. Ay, men mavlaga pulni xajlamaylam kelsam beraveram tilasizlar. Beraveramiz. Har qanday odam shu yezigilik bankimizga qarz pul iltimos qilib qolsa, qarz pul shartiga tushib qolsa, inovatli qarz pul beraveramiz. Uning manda bizdan kepil olash ketmaydi. Kepil ulash ketmaydi. Siz bo'lib yo'da baka pul xajlab o'zlariga iqtisodiy ziyon qilib olmasmi? Ya u pulni xajlagan bo'lsam, bo'libdi, hamda xajlab oldik o'zimning og'inlarim. Mana 50 ming koy yetmaydi-da shu. To'xtachoq, ma gapni yig'ila. Xanjang aldirashgan yig'inda yenib ham hozir aldirib keldim yerda dema var qilmay. Mush 50 ming koyni alamdiq, ammandiq. Ya 50 ming koyni yetmaydi, olmaymiz. Mush 300 ming koy baslan bo'pti nima? Ne, bag'im bo'lmaydi. Bu material. Mush 50 ming koyni aldirgan olsa, o'tirinam yerda. Bo'lmasa as qo'pib mana ma adamning qumdek ishi va adam ava qilmaydi. Sizlar aqmadinglar. Og'inlar. Bo'ldi, men Anvar Jakammismi? Men Anvar Jakam bilan o'zila aloqa qilishim bundan ekan.
Ma telefon nomerlarini depasa aka men bir reservelep 300 ming ko'ga loyiq inovatim bo'lgan chaqda men bir kile silda olay pulni. Telefon numaram 151 Ha. 0998 93 88 151 0998 93 88. Undar o'rtoq. Undar nima chigizib oldi? Ma uchanning ishingni tugidamda buningdan keyin. Men ketdim, xo'sh. Abdullam keldim ya o'tirib turmaydimi ha? Havo salqin bo'ladi-da. Ha. Nima bo'ldi? Yiqish oldi, bilmadim ama. Bildim. Mana qotam naq chiqdi. Qo'yganlar olib bo'ldi mana. Unchalar ishchanlarga elib ko'nglimni yarim qilib kelsanlar bo'lmaydi. Biz deyishkinimiz bo'yicha bankaga bordik. Basa ham sizlarga bermaymiz dedi. Aynan 50 ming pulni hozir beramiz dedi. Hem sizlarmi bizga gapni o'chi qilmabsizlar, to'xtab mening qishimga kelgancha siz nima degan? Bankada 300 ming qarz olgan bo'lganda ishkangni beriblar, bo'rin bo'lib bersanglar olatam dedinglar. Nada unda gap bor ekan, sizlar bankaga bormabdi ekansizlar. Sizlar chim degan u gapni ishkadan bilib borsam, sen bo'rin bo'lib 300 ming berdi degan gaplar chim dedi? Ha. Ro'zaxon zakot degan. Bizning borvayni boshqarganman. Ha. Voy u adam ya bankada ishlamasa, u odamning bolalarning bir bankada ishlayotgani yo'q orasida. Biro işte urutqanlarni kepil qilib qarz oldi. Hozir u burunqi hozir o'xshamaydi-ku, hozir yosh yo'lab ketibdi bu qarzaliga ishmo. U anglaganlar gapni, uchinchi taraf bilan munosabatsiz, do'mida udulmi udul. Shu sildan so'raydi ekan, pulni sizlarga berdi ekan, pulni silda oladi ekan. Qanday qilaman deb Rahmatjon. Siz endi qanday qilaman demay, 50 ming ko'ni beramiz degan ekan. Bankdagilik deb, apartmentni ko'rsak ko'rib, uyini ko'rib qo'ysam. Mendan keyin 50 ming pulni olsam, elib kichikroq bo'lsin, boshlab turmamsizlar. 50 ming ko'ni olsam, ya xotam tutmasa, ya qo'y qilganmasa, ilamo mingta sayt etib chiqib qolgan pulni xajlab bo'ldik. To'xta, o pulni o'zimizdan qayishdan qiyindoq. Biz yaslini oldab xajlabmiz, ona ish qilsanglar bo'lmaydi. Kichik bola o'xshaysiz yo'q, olam adam. Balki 20 ming pulni o'zingizdan xajlagan bo'lsanglar, o'nchilik ish qilmay xajlab tugitib tavba qo'ytinglar. Biz pul tugab ketganidan muqimdan ma ish kuzoqlik qurilishni qilib ishim boshladim degan. Bo'lmoqmidan. Falan keldim. Dadingmi? Ha. Bizning vazifamiz adovatda to'xtaka. Endi 300 ming pulni bergan bo'lsa, qul emas putimizni nima qo'ydik. 50 ming berdik. Ha. Sana bek yaxshi oldi, mutatasira bermay. Men qanday yaxshi oldi? Sen ben 300 ming qo'yib olsang, ipaqlarni yedik. Yardım qilgin bormidi bo'lmasa? Bavoqash bu odam emasmi? Undalab qolsa, bankir tijorat kinishkining gibini qildi. Ha. Sen do'konning tijorat kinishkisini chiqib bermaysan sen? Ha, tijorat kinishkisini og'zim bir gap-gapda mana. Yo, bu mening nomimda tijorat kinishkisiga san qarz beram deydi. Bu sening nomingda bos bo'ldi buni. Qiziq gap qildi-ku, mana. Mana emasmi? Men uni maqalliq emas. Shu ishning tartibi shu. Endi shu sana ta'laysin aydigan ishqa o'xshaydi. Makarvanchining ichidan mukofot chiqib degina. Mushunda mukofot chiqib qolsa ajib emas. Mushunda bir ishchi yap. Nima qilmabsan? Men uyga boray. Onam uyda yolg'iz qoldi. Endi ezilib qolmasin. O'sha qilamda. Ma'qul. Nima qilajimiz? Ma'qul endi to'xta. Ma'qul. To'xta. Men ay. Ergan yaqasam bilan biz juda mening asraq ishim bor-da. Shuni qilib olay. Hem sen masda en asinan parnikan içine bir işlerini kılavağın. Mağılam sen. Herkesimi uyda ağırıp kaldığa işemezken. Ay. Hiç kim yoklap çiymeydikken doktorxonga bormoqchi. Herkes men doğurmanla. Kartanın başqalarga bermanglar. Bəsanın məxfi nömrəndə bermanglar. Məndən ibret elinglar.
To'xtaxon. Yetibdi ya. To'xtaxon. To'xtaxon. Ayyo. Qandaroq tasildayman. Yaxshi, to'yatlarni ichirib boshqa qo'ygan. Demma. Qaba yetevering bo'l, yeteveringmi? Ya bu qilib qo'yay, hamda dedim kelgan ekan. Ha, Qanaqa? Muzdek turdi-ku. qanday bo'lsa Yo'q. Ijozing yo'qmi ya? mijozim yo'q. Doktorxonaga boraymansa? Yo'q bo'ldi, doktorxonaga bormayman. Pul ketadi doktorxonaga. Necha kun bo'ldi adimda yotqilay? Bo'ldi, ish kuchga. Undan doktorxona barliq qo'panglar, ayg'anlik kiyinglar. Ya bo'ldi, Absalom kelmayapti. Absalom do'konni qilib qoldi. Men bir ertagicha ya kech kuchiraman deb. Haris Absalomga agam dedi men. Neda? Absalom meni tutib turay dedi. Bildim uni tutib turay deydi Allohga. İşimiz qilaveramdiq ya, ishlaveramdiq. Ya o shundati Absalomni unutmayman men. Lekin men gap meni qo'ysoldi. Nima ish qilamiz? Az Absalomga men shu tutam yo'q gapni meni qilib qo'ydim. 50 ming kun sen qazo olsang, men 50 ming kun olsam. To'xtaxonikini qo'shib ikkalan bir ish qilganmiz deb nima ish qilamiz? Shuni bir danglamda maxfiy sirliqlashtirmay. Nima ish qilsa qilamiz va Shakogan ishdan qo'rqib nurg'un shaylarni ko'rib keldik. Qila olamiz. Shakogimiz baka ketmas bizdan. Ben baka ketmaydi To'xtaxon. Biz Shakio to'xtab bilan bir ish qilamdoq. 300 ming ko'yni olamagandan keyin ag'a bo'lsa qo'tan silib qo'ykol vaqtdan. Hamda 150 ming ko'y so'm idib bir ishning peshini tutib qamamda qo'g'algan ekan. Nima ish qilamiz? Qarz tijoratga desmay solamiz. Hozir shu qarz elish uchunmi? Ama basaq ba'sima pulni. Mandara ish qilamiz deb shu ish qarta qilmamdoq. Hozir avval pulni bijak ekilib olib, eningdagi ish qilamdoq. Pullanmay turib qana boshlaymiz o ishni. Hozir shuni boshlaymiz so'zlar og'rib qilib berdi. Men qizib qoldim-ku ya. Uyda yetib bilan bankada ishimizdan qarz oldi. Avval ilib anakaynim boshlasak bo'ldik, birar tijorat deganni biz boshlashqim pul ketaqcan. Başlaş bana pul ketdi To'xtaxon. Sizlar avval bizda metinglar, men non choy ichib, sizlar saqaymaysizlar. Bundan ustiga men mutandan ko'tarib chiribdiman. Men beslik bichib bir show qilish qilib qo'ray. Ha, ma'qullashdi jon. Shu zamondan bir rahmat. Bo'ldi, Abdurahmon Jadaxon gap yo'q. Ay shu rahmat desam meni ma'qul chiqib qolmagan. Guruch bormaydi? Ba. Oshpaz bir qilib shu pishqalti guruch shuni aytgan. Oshpaz markal guruch aytganda 5 ta qil guruch bormidi yaxshonanda. Yaxshi pishqalti guruch bor shuni aytgan deyman. Ha, ma'qul. Oshxona uy qansa? Ay sen bilmaydigandek hech qata tishiga. Ay shu shoyni. To'xtaxon. Oh. O'sh guruch shumi yo parchasi bormi? Shu parchalab etavera. Ya bu bichini shu guruch qilmay guruchni parchalabdan-da. Ayyo, xo'sh yaqmatib tarsangiz deb qo'yapa, etavera parchalar boshni. To'xtaxon. Mana. Qo'yaqroq etaymi, suyuqroq etaymi? Suyuqroq. Nonchilab ishamsizlar? Nonchalab ichaman. Ha, ma'qul. Go'sht solmadim, juma, mana go'shtni qilishni qilmanglar. Go'sht ekkan tursang, nemini topsam. Yo'q, go'sht ekagan bo'lsam, solmaydim, og'rib qolgadim, go'shtli bosh ichib beramda. To'xtaxon. Qo'polma ishing tushdi. Qanday etdi, men uqmadim. Qanday aytgan bo'lsang, shunaqa qilib bosh etibsan-da, akish turib. Etalibsi. Sen o'zing qilmadingmi? Ya bu bichillam, silgiram etdimmi, men tomoq yevaga bayn. Bu to'g'ri bir yakka chalmayman. Yumshab ketadi. Men ashni ishchi bir dumilab yasanglar. Ha, deganlikka shoppi saqib ketishlar. Ondan ishni boshlab ketamda. Ha, boshlab ketamiz. Ishda qilni. Avval biz saqiyamiz juma. Sen Absalomga bir xizmat ishligini ma'qul desin u. Ozdan jiq yaxshi. Men shu ko'zga vallahi zag'in meni. Men action etgan tomoqqa. O'xshabda. Xalqlar tatliqdan demas sen. Biz men ashni ishchi To'xtaxon. Böyle dumilab yetib ata saqiyinglar. Men kichik ishim bor, tugtib vaqt turayman. Ma'qul, nimaga Absalomga bakra xizmat ishligini? Ha, ma'qul. Ha, to'g'ri cho'ng tijoratni ishlarlar bek jiddiy bo'lib ketamiz aqcha. Ashta qilna. Ma'qul. Ha, ma'qul. Men chiqib chiramsan. Rahmat juma sana, bak rahmat. Men chiqqanmidim. Oyoq ish yo'q, ma'qul. Ma'qul xo'sh.